Yayragil ko'ngil bukun Yar oshnalar bo'ldim Yayragil ko'ngil bukun Yar oshnalar bo'ldim Yo'l uzoq ko'ngil yaqin dilrabolar bo'ldim Yo'l uzoq ko'ngil yaqin dilrabolar bo'ldim Ramuz seni bülbülü Kuşhan bulip Dilni şanat it gelip Hiç akrabalar bulacağım Dilni şanat it gelip hiç akrabalar bulacağım Güller bahridan Tong otanar suhbat qurib Yağur mehrin kuylamak Muddaolar bo'ldim Yağur mehrin kuylamak Muddaolar bo'ldim Sağ kuykan sanayı Noş iti diliyayırasın Sağ kuykan sanayı Noş iti diliyayırasın Çünkü gurbatta garibi rahnamalar bulacağım Dilni şad it gelip hiç akrabalar bulacağım Hiç akrabalar bulacağım San'atga baxsh umrning so'ngsiz mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Inson umri sarhadli, san'at umri poyindor. Navosos ko'ngillarda o'chmas navo qoladi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadri baland, qadrli insonlar. Barchangizni uning soni bolalar musiqa va san'at maktabida xush ko'rdik. Bugungi
aynan ushbu dargohda uzoq yillar rahbarlik qilgan ustozimiz, tumanimizning faxri bo'lgan ustozoda san'atkor, mohir pedagog Muhammadjon Fattoyevni xotirlab tashkil etilgan xotira kechasini rasman ochiq deya e'lon qilaman. Keling azizlar, eng avvalo ustozimiz Muhammadjon Fattoyev hamda ushbu muqaddas dargohda faoliyat yuritgan barcha aziz ustozlarimiz Farhod Valiyevich, Yangi Hayot To'xtayev, Qudrat Barotov, Lyudmila Nikolayevna, Shahobiddin Shamsiddinov, Tolibjon Muqimov, Xayrullo Ummatov, Faxriddin Badriyev, Obidjon Hojiyev va boshqa ustozlarni haqqiga ularni xotirlab Qur'on tilovati va duolar qilsak, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا هذه التلاوة القرآن الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله تعالى على خيره خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Azizlar, ushbu xotira kechasida biz bevosita ustozimiz Muhammadjon Fattoyev o'zlari kuylarini ba'zi birlarini yaratgan, ba'zi birlarini o'zlari sevib ijro qilgan qo'shiq va kuylarni shogirdlar tomonidan ijrosiga guvoh bo'lamiz.
Hozir navbatda chiroyli tarona bilan xotira kechamizni ustozni o'zlarini ijrolarida boshlaymiz. Marhamat. Muhammaddan andoza olib yashayman, kalomingni ko'nglimga tugib yashayman. Har bir kalom ma'nosi bilib yashayman. Boshim qo'yib sajdaga Allohim quli. Subhanallah, alhamdulillah, Allohim quli. Farzand berding solihu, soliha xushvaq. Men otalik bolik baxtidan sarmast. Noming tildan qo'ymayman, ya Alloh har vaqt. Inson bo'lib tanildim, Allohim quli. Gashtim uchun o'zingga shukr. Farzandim baxti uchun o'zingga shukr. Nabiralar taxti uchun o'zingga shukr. Nomai amoringga Allohim quli. Subhanallah, alhamdulillah, Allohim quli. Subhanallah, alhamdulillah, Allohim quli. Allohim quli. Xotira borki, tirikdir millat. Xotira elni xalq etguvchi qudrat. Xotira borki, tirikdir g'urur. Xotira ertani yoritguvchi nur. Navbatdagi qo'shig'imiz ustozlarni xotirlab deb nomlanadi. Ijro etadi Farruh Sadullayev. Sanat ahli
yoronlar ortda qolib hamma qo'shiq nolonlar diydorlashmoq endi bo'ldi armonlar Muhammadning nasibasi to'ldimi Muhammad ham bizni tashlab ketdimi Muhammadning nasibasi to'ldimi Muhammad ham bizni tashlab ketdimi Muzaffaru Xayrulloh ham shukrlar Ustoz Shodi Shahobiddin sultonlar Necha hofizayu o'g'lonlar Muhammadning nasibasi to'ldimi Muhammad ham bizni tashlab ketdimi Muhammadning nasibasi to'ldimi Muhammad ham bizni tashlab ketdimi Qayda qoldi yo'qmi g'ijak nolasi Sahnalarda ko'rinmaydi qorasi Tinglamoqni yo'qmi endi chorasi Muhammadning nasibasi to'ldimi tashlab ketdimi Yolg'izlikda o'tkazdi umrini Yolg'iz qolib sog'indim o yorini Ayro yo'lda tashlab bulbul qorini Muhammadning nasibasi to'ldimi Muhammad ham bizni tashlab ketdimi Muhammadning nasibasi to'ldimi Muhammad ham bizni tashlab ketdimi Muhammadjon oramizdan ketdimi Xushhol bulbul bizni tashlab ketdimi tashlab ketdimi
Bu dunyoda eng aziz, mo'tabar zot bu onajonlarimizdir. Baxtimizga hamisha onajonlarimiz omon bo'lsinlar. Jannat onalarning poyida bo'lsa, yomonlik tilarmi o'z bolasiga? Onani bilmagan xor bo'lar bir kun, zor bo'lib sochining bir tolasiga. Onadek buyuk zot dunyoda yo'qdir, hech qachon yog'masin minnat tanalar. Onani ranjitgan kim bo'lar axir? Siz dunyo turguncha turing onalar. Do'stlar onalarning bilaylik qadrin, ikki dunyo gavhari bo'lmay chilparchin. Onajonim taronasi ijro etadi Sherzod Turdiyev. Farzandim deb sevib o'stirgan, oqshomlari oqsin bergan, alla aytib uyqusin buzgan. Onajonim, siz onajon. Beshigimga suyanib bedor, allalarga ko'ndingiz bisyor. Borki umrim bulay minnatdor. Onajonim, siz onajon. Borki umrim bulay minnatdor. Onajonim, siz onajon. Ona deydi har bir mavjudot, ona deydi har bir odamzod. Dunyoda mu'tabar ulug' zot. Onajonim, siz onajonim. Ona farzandiga baxt tilar, ona rozi unga taxtlar. Onajon deb sabri erkalar. Onajonim, siz onajonim. Onajon deb sabri erkalar. Onajonim, siz onajonim. Onajonim, siz onajon. Bizning o'zbek millatida ajoyib naqllar, chiroyli so'zlar juda ham bisyor. Ulardan biri shundan iboratki,
ot izini toy bosar deydilar. Bugun ustozimizning shirindan shakar, danagidan mag'zi shirin deyuvchi nabirajonlaridan ham chiroyli asarlar tayyorlangan. Keling navbatda ulardan ham tinglasak, menimcha nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Hozir dutori sozida Ruxshona Muhammadjon va ijrolarida Ko'qiston kuyini birgalikda tinglaymiz. Jo'rnavoz Kamol Atayev. Vengerskiy tanis skripkada ijro etadi Ruxsora Muhammadjonova, Jo'rnavoz Mironshoh Zayniyev.
O'zbek diyorida hur g'ijdivonim, yog'du sochib turgan nur g'ijdivonim, javohir gavharim dur g'ijdivonim, dunyo ovoziga jo'r g'ijdivonim, buyuklar vatani jon g'ijdivonim, xo'jai jahonim, jonu jahonim. G'ijdivonda quyosh to'xtab o'tadi, hilol osmoningni o'pib botadi, tegrangda yulduzlar yonib yotadi, hatto bahor mangu qolib ketadi. Buyuklar vatani jon g'ijdivonim, xo'jai jahonim, jonu jahonim. Navbatdagi qo'shig'imiz G'ijdivonim deb nomlanadi. Ijro etadi Farruh Sadullayev. Tarixingdan so'zlay olmas hiçbir tengdoshim, mavzilarga bo'y bermaydi chindan ham yoshim, yog'iylarga ko'ksi qalqon temir bardoshim, sen muqaddas sen boshqasan jon g'ijdivonim, Ka'bam o'zing dinmu, munavvarim dinmu, ostonangga boshim qo'yib g'ijdivonim dinmu. Qayga borsam yurtim obi havoying tortar, bovurovu shirin sozu navoying tortar, muhabbatu sadoqatu vafoying tortar, sen muqaddas sen boshqasan jon g'ijdivonim, Ka'bam o'zing dinmu, munavvarim o'zingmu, ostonangga boshim qo'yib fido jonim dinmu, Ka'bam o'zing dinmu, g'ijdivonim dinmu, ostonangga boshim qo'yib fido jonim dinmu. Abduxoliq ruhi yashar har bir dillarda, ayni nomi doston bo'lgan minglab tillarda, burkagayman ona yurtim seni gullarga, sen muqaddas sen boshqasan jon g'ijdivonim. Ka'bam o'zing dinmu, munavvarim dinmu, ostonangga boshim qo'yib g'ijdivonim dinmu, ostonangga boshim qo'yib fido jonim dinmu.
ustoz Muhammadjon Fattoyev ijodlariga mansub yana bir tarona Kokiling Anbardir. Ijro etadi Dilshod Muhammedov, Alisher Turdiyev. Kokiling anbardur, jon ichida jonon qiz. Kokiling anbardur, jon ichida jonon qiz. Ko'zlaring aftardur, oya yuzim olqin tobon qiz. Ko'zlaring aftardur, oya yuzim olqin tobon qiz. Lablaring irur naldik, yuzlaring qizil guldek. Lablaring irur naldik, yuzlaring qizil guldek. Barchasinga kim quldek, oya xizmatingga qurbon qiz. Barchasinga kim quldek, oya xizmatingga qurbon qiz. Bir ko'rib seni jonon, qolmadi mening holim. Tang bo'libdir ahvolim, bilmadingki nodon qiz. Oy yuzingni ko'rganda, lablaringni so'rganda, mashrabing qilur xandal, lali shakkar afshon qiz. Oy yuzingni ko'rganda, lablaringni so'rganda, mashrabing qilur xandal, oya lali shakkar afshon qiz. Mashrabing qilur xandal, oya lali shakkar afshon qiz. Yuzim olqin tobon qiz. Qo'shiq Nozli Nozli ijro etadi ustoz Boburjon Mo'minov.
Buxoro qizlari aylanadi go'zal yor taronalari ijro etadi Dilshod Muhammedov, Alisher Turdiyev. Şahlo gözleri Burçalar ham chiroyli Buxoroning qizlari Yigitlarni maftun etgan shahlo gözleri O'zbek tojik qizlari shahrimiz yulduzlari Oppoq qorga o'xshaydi lupi yuzlari O'zbek tojik qizlari shahrimiz yulduzlari Oppoq qorga o'xshaydi lupi yuzlari Qizlar usmoniga erishdi sepib ruhlarini Qoshlariga qo'yishdi ezib yaproqlarini Usma qo'ygan qoshiga yarashibdir yoshiga Yurishlari muloyim sifatga bo'lsin bu joy Burchalar ham chiroyli Buxoroning qizlari Yigitlarni maftun etgan shahlo ko'zlari Burchalar ham chiroyli Buxoroning qizlari Yigitlarni maftun etgan shahlo ko'zlari Sepib ruhlarini Qoshlariga qo'yishdi ezib yaproqlarini Usma qo'ygan qoshiga yarashibdir yoshiga Yurishlari muloyim sifatga bo'lsin bu joni Burchalar ham chiroyli Buxoroning qizlari Yigitlarni maftun etgan shahlo ko'zlari Burchalar ham chiroyli Buxoroning qizlari Yigitlarni maftun etgan shahlo ko'zlari Shahlo ko'zlari Shahlo ko'zlari Aylanadi güzel yaray O'rgiladi güzel yaray Aylanadi güzel yaray O'rgiladi güzel yaray Qoshlariga musmalar qo'yib Noz qiladi güzel yaray Qoshlariga musmalar qo'yib Noz qiladi güzel yaray Güzel yâre Örgüledi güzel yâre Aynaladı güzel yâre Örgüledi güzel yâre Qoshlariga usmalar qo'yib Noz qiladi güzel yâre
ko'zlariga o'smalar qo'yib mast qiladi go'zal yoray aylanadi go'zal yoray o'rgiladi go'zal yoray. Rahmat. Ustoz borki hayot go'zal. Ustozlarning ta'limini olgan shogirdlar hayot yo'lida aslo qoqilmaydi. Tinglang sizga so'ylayin roviylar rivoyati. Fikr etib so'ng uni anglarsiz kifoyati. Yashabdi bir muallim qay zamondir noma'lum. Xasmi holi ne bilmam bir kasbi kori ma'lum. Saboq berdi, dars berdi donishmandu dahoga. Umri tugab nihoyat ketdi Dorul Baqoga. Tumonat xalq shogirdlar borar qabriston tomon. So'nggi yo'lga kuzatdi muallimni olomon. Uzoq yo'l yurdi u. Ko'rinmasda zohiri Sirot ko'prigi uzra keldi ustoz oxiri. Bilardi u shu yerda azmu ajr naqdligin, gunohkorning ko'prikdan yiqilmog'i haqligin. Balki ustoz fanoda g'ofilroq banda bo'lgan, ehtimol dars chog'lari namozi kanda bo'lgan. Orttirib bera olmagan zakot fidya munosib, yashab o'tdi bir umr haju umra benasib. Kimnidir koyigandir ilmi urfon bobida qancha gunoh borligin bilmasdi hisobida. Qiyomatda so'roqda bilmam qanday so'z olar, ilm maktab deya qazo bo'lgan ro'zalar. Og'ir o'yga cho'mdi u, botdi g'amning roshiga, nahot yeta olmaydi qil ko'prikning boshiga. Oldinda esa turar g'oyat tubsiz jarlik haybati. Oldinda esa turar ikki dunyo aroq, qilichdan ham o'tkirroq, qildan ham ingichkaroq. Vahim solardi g'oyat tubsiz jarlik navbati, yetib keldi nihoyat muallimning navbati. Ko'zlarini yumdi ustoz, fosiq xayol surmay deb, qil ko'prik ostidagi jahannamni ko'rmay deb. To'zg'igan xayollarin yig'di bemajol xasta. Og'riqdan chekib ozor ko'zlarin ochdi asta. Bilmadi xayollarin qancha vaqtda yo'rg'abdi. Ne ko'z bilan ko'rsaki sirot yo'li tugabdi. Oldinda esa jannatning ostonasi ko'ringani haqiqat. Qil ko'prik uzra ustoz yurdi rosa 45 daqiqa. Nahot yetdim behishga, to'layim qutlug' ekan. Demak foniy dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu choq arshi a'lodan kimdir bir vahiy dedi. Ey muallim, aslida gunohlaring ko'p edi. Qil ko'prikdan o'tmoqqa toli senga yor ekan. Ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Sirot ko'prigi uzra birga o'tdilar ular. Har bir gunohing uchun yelka tutdilar ular. Hayratdan qotdi ustoz. Tolining kulganiga Allohga hamdlar aytdi muallim bo'lganiga. Qissadan qissa shulki, haq karami keng ekan. Ustozlarning har darsi ibodatga teng ekan. Vaqtimizga doimo
ustozlarimiz omon bo'lsinlar. O'tgan barcha ustozlarimizni Alloh rahmatiga olgani rost bo'lsin. Marhamat qilib endi badiiy sahnamizga hurmatli aziz mehmonlarimiz Buxoro viloyati Madaniyat bosh boshqarmasining boshliq o'rinbosari ustoz Muhammadjon Rahmatov hamda G'ijduvonimiz tumanimizning faxrlari bo'lgan ustozimiz Rajab Avezov hamda ajoyib hunarmand Kulol Abdulla Narzullayevlarni taklif etamiz. Marhamat ustozlar. Assalomu alaykum azizlar. Mana shu do'stimizni xotirasini eslab kelgan barchalaringizga viloyat san'atkorlari, qolaversa viloyatimizdagi barcha madaniyat xodimlari nomidan minnatdorchilik bildiraman. Endi Fattoyev deganda bizlar o'sha G'ijduvon san'atining bir bo'lagi. Bu sulola, katta sulola, Fattoyevlar sulolasi. Yana hozir ko'rdim sahnaga nevarasi, ikkita nevarasi chiqib, bu demak bu sulola davom etganidan demak bir yana bir nishona bu. Avvalambor Muhammadjon Fattoyev deganda bizlar butun viloyat, qolaversa respublikamiz bir faxr, iftixor bilan Fattoyevlarni tilga oladi. Qolaversa Muhammadjon necha yillar bu yerga shu 10-maktabni bir fundamentni qurganlardan ustozi Shaob aka Shamsiddinov. Shakojon bormisan? O'sha kishi boshlab bergan ishlarni davom etgan bir sodiq, sadoqatli shogirdlaridan. Muhammadjon endi G'ijduvonning o'zini bir o'rni, san'atini o'rni bir mustahkam saqlab keladigan yigitlardan. O'sha 10-maktab deganda hamma o'rnidan turardi. G'ijduvon 10-maktabda hamma o'rnidan turardi. U qaysi 14 ta yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, shuni hamma yo'nalishlardan birta shunda qo'yib bilgan, qo'yganda ham shunda oddiy xaltura emas, bir rus tiliga aytganda sam haqiqatni qo'ygan, professionalizmni shunda ko'rsatgan sahnaga. Muhammadjon, bitta orkestr qilishing kerak, qolgan maktablarga bir ibrat qilamiz deganman. Birinchi topshirig'im shunaqa bo'lgan. Xalq cho'l asl orkestri. Chiroyli orkestr qildi. Uni olib keldik, butun 18 ta maktabni viloyat miqyosida ommalashtirdik. Qolaversa respublika ham andaza oldi bundan. Bundan keyin endi navbat an'anaga keldi. Hali an'anaviga mumkin emas ig'nola qilsa agar haydardi o'qishdan ham, ishdan ham. O'sha paytda Shaob aka rahmatli Shavkat dadasi Shamsiddinov maqomni qilganlar. Shu yerda bor, juda chiroyli narsa. Bu 96-yil ekanmi, 97-yil ekanmi? Qo'rqmasdan biz shuni olib keldim viloyatdagi barcha o'sha o'qituvchilarni. Xalq cho'g'lari, asboblari, kim vokallar bor, biladi baribir. O'qigan. Ana shuni ko'rsatib, buni ham ommalashtirdik. Sekin-sekin bu maqom ana rivojlanib ketdi. Yana bir oddiy fakt. Shaob aka rahmatli o'sha shunday chiroyli qilib qo'ygan. Birinchi sinfga nima qiladi, ikkinchi, 3ga, 4ga, 5ga va hokazo. Programma, dastur. Shu dasturni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, respublika hali o'sha qori o'qib ko'rikdan foydalanyapti. Muhammadjonni endi ana choladimi G'ijjakida, nota bilan choladimi? Hammasini bir ibrat qilib ko'rsatib, sahnaga olib keladi, ko'rsatardim. Mana shunaqa bir ajoyib inson, o'zini nihoyatda bir tariximizda O'zbekiston desam adashmayman. Buxoro viloyati emas, respublikada bir iz qoldirgan insonlardan biri. Shuning uchun Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Mana bu davomchilari 10-maktab shu nimani saqlash kerak, shu salohiyatni, salobatni saqlab kelyapti qo'lidan kelguncha. Demakki, o'zini o'rni bo'lish kerak 10-maktab. Kogonda bor kim matbuot kalonlar Yakuba deymiz, ikkovi. Ikkita maktab eng shu namunali maktablarimizdan. Mana shuni davom etishi kerak Jahongir. Mahkam ushlab, o'sha G'ijduvonni, demak, Shaob aka yaratgan maktabni, Muhammadjon Fattoyev yaratgan maktabni davom etib o'sinmaslik kerak. Hammalaringga yana bir bor rahmat, albatta issiq bo'ladi, ko'p gapirishim mumkin. Gap berish oson, keyin uni tortib olish qiyin. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Tirigu bizning qalbimizda Muhammadjon.
Yana bir marta assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Avvalambor men birinchi o'rinda shu sahnada bugun Muhammadjon ukamizni xotirasini qilaman, boshlaymiz degan tashkilotchilariga chin yurakdan tashakkur bildiramiz. Chunki hali bir she'rni aytdim muallim to'g'risida. Muallim to'g'risidagi she'rni eshitgan bo'lsangizlar, haqiqatan ham sirot ko'plikda o'tayotganda faqatgina shogirdlarni qo'llab-quvvatlagan ekan. Demak, har bir bergan harfimiz Alisher Navoiy aytganlaridek, har bir bergan ilmimiz anchagina ganjlar bilan teng ekan. O'ylaymanki, Muhammadjonni bergan ta'limi, tarbiyasi yana ming yillar yashaydi. Bugun men Kamoljonning qo'lini ko'rib, uni qizlarini qo'lini ko'rib juda xursand bo'ldim. Demak, san'at g'ijmonda o'lmaydi. Mana shuncha shogirdlar bor ekan. Shahob akamni, Muhammadjonni hammalaringizga omad tilayman. Assalomu alaykum aziz hamshahrilar. G'ijduvonlikka xos bo'lgan barcha ijobiy xislatlarni men Muhammad akamda ko'rganman. Mana shu zalda o'tirganlarni men ishonaman va boshqa g'ijduvonliklarni u kishi qalbidan chuqur o'rin olganlar. Beminnat xizmatlari bilan Muhammad aka to'g'risida gap boradigan bo'lsa, ajoyib degan iborani qo'llaymiz. Ajoyib inson, ajoyib musiqachi, ajoyib do'st. U kishini musiqachi sifatida dunyo tan olganini men guvohiman. Oilamizni do'sti mashhur olima fransiyalik Fredrik Brisson bir necha marotaba kelganlarda mana bu yerda Shamsiddinov Shavkatjon bilan Alisher Azamatov bilan birgalikda konsertni qo'yganlar. U olima O'zbekiston san'atini, madaniyatini juda yaxshi biladi. Mashhur rejissyor Bahodir Yo'ldoshevlarni spektakllarni qayta-qayta Parij nufuzli teatrlarda tashkil qilgan. Munojot Yo'lchiva, Munojot Teshaboyevlar bilan yaxshi do'st, ularning ham konsertlarini tashkil qilgan. Muhammadjon akamni eshitib turib u kishi aytdiki, bu ajoyib san'ati bor ekan deb. Keyin men aytdimki, ajoyib inson desam agar, u kishi aytayaptiki, ko'zlaridan ko'rib turibman ajoyib inson ekanligini. Undan keyin necha marotaba kelgan bo'lsalar, mana shu boyaga aytgan dastalar bilan beminnat xizmatlarini qilib berganlar. Men shu inson bilan hamzamon bo'lganimdan, bir mahallada tug'ilib o'sganimdan, u kishi bilan ko'p yillar munosabat qilganimdan juda baxtliman. Bu Alloh taoloning menga qilgan yana bir inoyati deb bilaman. Shoir aytgan ekan, ey xo'ja dar in jahon charo bexabar. Ro'zhoyi shabon dars talabi simuzari sarmoyadi tu az in jahon yak kafan hast, on ham dar gumon hast ki bari yona bari. Mana shu aqidaga ajoyib insonimiz, akamiz, do'stimiz bir umr aqida qilib kelganlar, amal qilib kelganlar. Alloh qilgan savobli ishlarini o'zlariga hamroh qilgan bo'lsin. Hammalaringizga katta rahmat. Assalomu alaykum. Mana shogird orttirish oson ish emas. Mana shu Muhammadjon aka mana shuncha inson hammalarini qabrlaringizga o'sha yashaydilar-ku, sizlar o'sha kishini eslab keldingizlar. Birinchidan tashkilotchilarga juda rahmat deymiz. Mana keyingi avlodlarini ko'rib xursand bo'ldik. Mana biza Buxoro xalqaro universitetida ham shuni davom ettirib, ham xalq cholg'u ansamblini, orkestrini ham, keyin mana bu xoreografiya hozir Buxoroda yo'q. O'shani biz tashkil qildik, mana yaqinda ochamiz. Vokalni ham tashkil qilganmiz. Bu haqda keyin gaplashamiz. Hozircha hammalaringizga rahmat. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar, aziz do'stlar, mana anjuman ishtirokchilari. Mana mendan oldin juda ajoyib so'zlar, rahmatlik Muhammadjon akani
xotirlar juda yaxshi fikrlar bildirildi. Men bitta narsani ta'kidlamoqchimanki, G'ijduvonda Muhammad aka Fattoyev kirib bormagan xonadon yo'q edi. Har bir xursandchiligimiz, har bir to'yimiz faqat ko'pchiligi Muhammadjon Fattoyev bilan birga o'tardi. Inson borki, eskilar aytadi, inson borki o'lganida ham tirikdir, inson borki tirik bo'lsa ham o'likdir. Muhammad aka hech qachon o'lmaydilar. Abadiy qalbimizda yashaydilar. U kishining har bir xotiralari, har bir xonadonda bor. Video tasvirlarda to'ylarimiz qolib ketgan. Doim ko'rganda Muhammad akani ko'rib turamiz. Ana shunday xotira kechani tashkil qilganlarga biz o'zimizni partiya nomidan tashakkurnomalar bildiramiz. Ruxsat bersanglar, mana shu tashakkurnomalarni mana shu anjuman ishtirokchilariga topshirsak. Rahmat. Fattoy va Madina qizimiz mana shu tashkilotchisi shu kishini kelsalar. Rajab aka topshirasizmi? Rajab aka topshiring shuga. Keyin Azamatov Alisherjon. Ustoz Amro Spurechmo. Azamat Alisher Azamatov. Keling qani. Keyingi Shamsiddinov Shavkatjon, ajoyib ustoz. O'z qo'lingiz bilan Shavkatjonga. Bravo. Sayfullayev Muzaffar. Sayfullayev Muzaffar. Bu taqdimnomani partiyamizning faoli, viloyat kengashi deputati Abdullajon Narzullayev topshiradilar. Hammalariga katta rahmat. Tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamisha sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat hammalaringizga. Azizlar, ana bir narsa xayolimdan ko'tarib qolibdi. Bir katta bir tarixiy ishni amalga oshirgan shu Rajab aka Avezov. Butun tarix bu abadiy qoladi. Rajab aka, sizga katta rahmat, minnatdor. Buni ko'nglimga Alloh soldi. Meni ham bir gap eshitmay chiqibdi. Bugun Muhammadjonni, Muzaffarjonlarning oilasini sekin nimasi ko'rinyapti endi san'atkorlik darajalari. Oramizda turibdi hozir kamtargina ayolimiz Marziyaxon bir turing. Ajoyib bir ayollarning folklor dastasini tashkil qilganmiz. Sizga katta ana shu narsa. Fattoyevalar. İşlaringizga omad tilaymiz. Nomoddiy madaniy merosimizni xalqqa taqdim etishga sizga muvaffaqiyat tilaymiz.